bosib yuboring aka. Nega endi dunyoda o'zgarsa insonlar, sevgidan so'z ochib izhorida yolg'onlar, kapalakdek baxtni izlab kimlarnidir qo'ynida. Men esa izlab uni yuribman sarsona yana, qo'ng'irog'ing kutaman, ayting qaylardasan. Yana ko'chani kezib san eslab dayding, shaharga kirganim ko'z oldim hali qorong'u, tinch bermas gumonlar yuzimda g'azab va qayg'u. Balki o'sha 31 raqaming oldida turibsan sohib jamolim o'zganing bag'rida. Aytganingdek balki manda soxta dunyo, aralashar qo'shiqlarim bilan sarobdek go'yo. Ketishga tayyor eding men bilan dunyoni chetiga, orzularga ketding ko'lingdagi inson bilan. Yuzimga bosding oyoq, yurakka botdi xanjar, ko'ngil ham qoldi qilmishlaringni ichida. Mayli mayli, Senga kerak emas o'zga, mayli mayli. yolg'on so'zlaring qarab ko'zga. Ayt nega ko'zlaring yoshga to'lgan edi, nega Kerakmas, sog'inganda qalbing yana sen uchun kerakmas, so'nganida qadring o'zgalar uchun kerakmas, nega ko'zlaringda yosh bo'lganida faqat kerakmas, tunlar mazmunlikda yetganida bu fursat kech bo'lganda kerakmas. hop. Shohrux aka, Oh, meni hech qachon tashlab ketmaysiz. nima deganing bu chin voy. Ko'zga ko'rinmaydi, o'zga ko'zlarim izlaydi sani. Keraksan shu sababdan shaharga chiqdim deydi. Xayolga keladi savol lablaring kimga berar bo'lsa. Barchasi qoldi birga edik, hozir esa yo'q. Kimni quchasan, ayt kimni quchasan hozir. Bilaman lekin ertaga kelasan yana baribir. Lek hozir bergim keladi savol. Bergan va'dalar hazilmidi, afsusdasan ko'zingda yosh raqamim terib. Aytgan eding niqoblardan yana charchadim, men esa anglaganman bu safargi suratlardan. San charchagan niqoblar yuzingda ekan, ko'p insonlar bag'rida san ochilgan navrat. Yirtildi yechildi o'rnimiz bu iffat, kutgandim mana yana qilding qo'ng'iroq. Qiziqtirar savolni istaysan ey malak. Allo. Shohrux aka, juda ham sog'inib ketdim. Bugun ko'rishamizmi? Bugun vaqt. Ertaga ko'rishamiz. Xo'p, xayr. Hop hop hop. Ana. Sen bana boqi. Hop. Yamalar shaharchasiga xush kelibsiz. Iltimos, rolingizni mahkamroq ushlab oling.